Donaxon opa, grija operatsiya qilinmasa tuzalmaydimi? Kim aytdi sizga bu ma'lumotni? Aslida grija 60-70% holatda doimiy mashqlar, suzish va dorilar bilan tuzatsa bo'ladi. Faqatgina agar grijani miqdori keskin katta bo'lsa, millimetr hajmi katta bo'lsa va orqa miyani siqish holati kuzatilsa, biz neyrojarrohlarga yuboramiz va operatsion yo'l bilan davolanadi. Lekin operatsiya eng so'nggi chora. Ungacha maxsus dori va maxsus mashqlar bilan davolasa bo'ladi. Tajribamda shunday holat bo'lgan. Bir bemorni umurtqa pog'onasi bel sohasida 7-8 millimetrli disk churrasi aniqlangan, lekin u orqa miyaga ezilishi bermagan, qisilishi, ya'ni zararni ko'rsatmagan. Shunda biz maxsus mashqlar, maxsus davo bilan u disk churrasini yo'qolishiga muvaffaq bo'lganmiz, erishganmiz. Agar sizda ham shunaqa holat kuzatilsa, operatsiya qildirishga shoshilmang. Avval birinchi o'rinda uni davolab ko'rish kerak. Siz ham grijani operatsiyasiz davolab bo'lmaydi deb o'ylaganmidingiz? Izohlarda yozib qoldiring.